juda ko'p ko'ramiz. Ikkitalik amazat qo'ysam rezultat bo'ladimi, qanaqa bo'ladi, boltlar uzilib ketib qolmaydimi deydi-yu. Lekin avvalambor temir, lekin iloji boricha yaxshi boltkalar qo'yib harakat qilamiz inshaalloh. Bular icham u yoq bu yoqqa tegib qolmaydi. Mana bu tomoni, hatto gulishlarni ham chiroyli qilib ustunovka qildirib berganmiz. Amazatlarga ko'rasan, zazor qanchalikni kirishkalar qiyshayib ham ketib qolmaydi akalar. Xudo xohlasa bu avtomobilimizni 0 dan 100 gacha hadovidan qilib berganmiz. Oldin ham kuchaytirilgan pilots amortizator, sharovoy, stabilizator rezinkalar, supportli ovoz yo'qoltirgan, o'stinli rulovoy kolonka, pachinoy mayatli, chashkani, Nexa'nikini moqtab berganmiz avtomobil yumshoq yurish uchun akalarim. Bu tog'amiz o'zi Andijonda Asakasidan kelishgan. O'tgan safar Spark avtomobilini pulni 0 100 gacha hadovidan qilib berganmiz. Bu safar Damas avtomobillarini Arqamazatdan ikkitalik qilib, full qilib hadovon qilib berdi. Bitta o'zi gapining qalay chiqdi? Zo'r chiqdi. Ko'ngilga bo'ldimi? Ha, joyi, rahmat, zo'r. Ketmas payt qildirib ketdi. Zo'r yuryapti. Damas tap keldi. Inshaalloh. Alloh meni Damasga ham zo'r qilib berdi. Xudo xolisa. Bizni ham Andijonda kuzatib podpischilarimiz ko'pdi. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Ko'rmasin, ishlar yurib bersin. Bo'ldi. Mana nomerni ko'rsatib qo'yman. Bo'ldi.